Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari hamda kanalimiz a'zolari. Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangi biznesi bilan shug'ullanamiz, daromad qilamiz. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Koson tumani. Mana bu yangi joylarimiz. Xudo xolasa endi ishga tushiryapmiz bu joylarni, cho'lchanglarni tashlash harakatidamiz. Mana bu taraflarga cho'lchang tashlangan. Buni ozroq suvdan qolib ketdi, shuni hisobiga cho'lchanglar ancha pastlab ketdi. Cho'lchanglarimiz holati ozgina suvsizlikni hisobiga shunaqa bo'lgan. Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangi biznesi bilan shug'ullanib daromad qilaman deganlarga bizda Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangi hamda biogomiz mahsulotlarimiz bor. Mana cho'lchanglarimiz holati o'ta zich holatda cho'lchang qilib beramiz. Biogomiz kerak bo'lganlar aloqaga chiqaverasizlar. 80 tonna atrofida biogomizimiz qolgan. Kerak bo'lganlar dehqon aka-ukalarimiz yetkazib beramiz. Cho'lchanglar ko'rinayotgan bo'lsa, suvsizlikni hisobiga cho'lchanglar pastga tushib ketgan. Mana bu joyimizga oldinroq tashlagandik. Mana o'zi rangi ham bilinib turibdi. Bu deyarli yeb bo'lgan joyimiz. Bu joyimiz endi yaqinga tashlangan. Где-то bir 20 kunlik natija bu joyimiz. Bu joyimiz esa mana 3 oy bo'ldi. 3 oy oldin tashlagandik. Mana bu yerimiz qilib yeb bo'lgan, deyarli granula holatga kelgan. Mana cho'lchanglarimiz. Bu joyimizda hal chalasi bor ekan. 3 oyga mana shuncha cho'lchanglarimiz kengayib, ko'payib, mana o'zi tuxumlashga ham o'tgan ekan. Kimgaki Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangi hamda biogomiz kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Cheklanmagan miqdorda biogomiz mahsulotlarimiz bor. Mana cho'lchanglar g'ajillagan, tuxumlarni qo'yib yotibdi.